like we can't get anywhere, enough to feel like leaving. Hopeless, but I know that this can't be everything. We don't need this heartache. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it, try to escape from it. Let's hide away if you really want to run.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan mana shunday fayzli kunlarda, fayzli xonadonlarda elimizda o'zining mahobati hamda tarovati ila dovruq qozongan Sultan Saray tantanalar zalda uchrashtirganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun Qo'chqorovlar oilasida katta to'y shodiyona. Albatta buning sababchisi bugundan boshlab oila atalmish saltanat sarhadlariga qadam ranjida aylayotgan Maftunaxon qizimiz. Biz shu o'rinda barcha mehmonjonlarimiz nomidan xonadon egalariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Albatta yoshlar baxtli bo'lsin deya niyat qilamiz. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsiz deyishga ijozat bergaysiz. Hurmatli aziz mehmonlar, qavm qarindoshlar, diqqat e'tiboringizni davra markaziga qaratishingizni so'raymiz. Ayni daqiqalarda esa bugungi kechamizning haqiqiy malikasi Maftunaxon davriga kirishga tayyor. Keling, agar malol kelmasa, o'rlarimizdan turgan holatda ochiq chehra ila Maftunaxon qizimizni qarshi olsak, illo Sulton Saray eshiklari ochilganda Maftunaxon qizimiz ko'radigan birinchi eng zo'r manzara bu sizni ko'tarinki kayfiyatingiz. Shunday ekan, guldiroz va davomli qarsaklar sadosi ostida Maftunaxon qizimizni davriga munosib tarzda qarshi olamiz. Hay hay ulan jonulana ulan ayting yar yaray ulan ayting kelin bilan kuyovga yoray gullar soching yar yaray gullar soching kelin bilan kuyovga yoray gullar soching yar yaray gullar soching kelinimiz güzel ekan suluv ekan yar yaray suluv ekan kuyovimiz zabardast ekan dono ekan yar yaray dono ekan kuyovimiz zabardast ekan dono ekan yar yaray dono ekan словно были вы сказки так волшебны яр ярей так волшебны своим нежным добрым взглядом вы прекрасны яр ярей так прекрасны о любви желаем вечно вам сердечно яр ярей nurli o'zingiz yorug' bo'lsin hayotingiz. Maftunaxon qizimizga guldiroz qarsak bo'lsin. Rahmat azizlar, juda ham chiroyli, bravo, gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'tirib joylashib olamiz. Bugun kechamiz malikasi Maftunaxonni davriga juda ham munosib tarzda qarshi oldik. Buning uchun o'rlardan turib, to'xtatmasdan qarsaklarni chalib qarshi olgan barcha aziz mehmonjonlarimizga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Qolaversa, qizimizni chiroyli raqslar bilan qarshi olishda yaqindan yordam bergan go'zal qizlarimiz Saltanat show balet qizlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta azizlar, mana shu yerga tashrif buyurgan har bir inson qalblarida yaxshi niyatlari, samimiy tilaklari ila tashrif buyurishgan. Biz san'atkorlar ham kelajakda yoshlarimizga tojlar taxtini, insonlar baxtini, fasllar bahorini-yu gullar ra'nosini, qolaversa chinor umrini talab qilamiz. Musaffo qalblar ham, shahlo ko'zlaringizni sanam ko'rmasin deya bugungi ajoyib shodiyonani ochib berishlik
bo'lishlik uchun biz mamnuniyat ila xonadonni yoshi ulug' insonlarni davraga chorlasak. Marhamat, biz mamnuniyat ila hurmatga sazovor insonlardan, yoshi ulug'larimizdan Qo'chqor otajonimizni davraga taklif etamiz. Ular bilan birgalikda O'ras otajonimizni, Muhammad tog'ajonimizni, Azamat akalarimizni kelishlarini so'raymiz. Illo xalqimizda chiroyli bir gap bor. Duo bilan boshlangan har bir ish xayrli bo'ladi deyshadi. Shunday ekan, bugungi to'yimizning boshlovchisi sifatida men ham mana shu udum an'anaga rioya qilgan holda yoshi ulug'larimizni duo fotihalari ostida, albatta ularni ajoyib tilaklari bilan bugungi shodiyonamizni tantanali ravishda ochib olish niyatidaman. Marhamat, ismi chiqqan insonlar, yoshi ulug' otalarimiz davra markazi. Mikrofon qarshisi sizlar uchun muntazir. Yoshi ulug'larimizga assalomu alaykum deya yuzlanamiz. Bugungi to'ylar, kutilgan daqiqalar, baxtli onlar muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Qadamiylarga hasanot. To'y tilaklarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Vaqtli ketgan vaqtli yoshlari. Mana shu qizimizning to'ylari qutlu barak bo'lsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kızım bargayda baktı olsun, koşkanla koşa karısın, özlerine uğranıyorsun, ne niyetler olsa niyetleri yetirsin. Ama kezek kudan toy deyip yaş bile, kızım baktlı o, koşkanla koşa karı, kudan sağ olunlar. Ben dağlarına veremez. Rahmet. Mana bugun ukamiz Ikrom va Zeyneplarning qizi Mabtunaxonning qiz yig'inda o'tirgan ekanmiz. Hammangizni tabriklayman. Iloyim shu singlim qizim borganda baxtli bo'lsin, qo'shqarma qo'sha qarayib, o'g'il-cho'g'li bo'lsin. Hammangizga da shunday to'ylar nasib etsin. Ata-onalar, opa-singillar, aka-ukalar, hammangizga shunday bugungi kun shu jiyanimizning Maftunaxonning shu mana bugungi bazminda qizlar bazmisida o'tirgan ekan. Baxt tilayman jiyan qizimizga. Barg'ay baxtli bo'lsin ulayim. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana shu bugun jiyanim Maftunaxonning baxtli kechasida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib hammangizni shu baxtli kechasi bilan tabriklayman. Zeynep singlimni tabriklayman baxtli. Shu jiyanimizga uzoq umr, baxt tilayman. Qo'shilganman qo'sha qarib, baxtli bo'lib, birlik-birlik bo'lib yuraversin. Hammangizni uyida shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat, salomat bo'lasiz. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, biz otalarimizning tilaklariga fonogramma qarsidan foydalandik. Jonli qarsak bormi davrada? Rahmat, salomat bo'lasiz. Qarsak chalgan insonlarning xonadonida mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Otalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, ruxsat beramiz. Hamisha mana shu yosh avlodni duo qilib yurishdan charchamang deymiz. Aytilgan barcha tilaklar Alloh dargohida qabul bo'lsin deymiz.
Rahmat azizlar, biz mana shunday tilaklar ostida bugungi shodiyonimizni tantanali ravishda ochiq deya e'lon qilamiz. Bugungi oqshom davomida har bir aziz mehmonlarimizga xush kayfiyat hamroh bo'lsin deymiz. Dasturxonimizga qo'yilgan barcha noz-ne'matlar faqat va faqat sizlar uchun. Maftunaxon qizimizga o'tirishga ruxsat beramiz. Asalim, vaqtingiz ham o'zingiz kabi go'zal bo'lsin deymiz. Azizlar, biz esa bugungi shodiyonimizni badiiy qismini boshlasak ham bo'laveradi. Shunday ekan, so'z jarang sochsin, qadahlar to'ldirilsin. Bugungi oqshomning ibtidosidan to intihosiga qadar siz aziz mehmonlarimizning ko'nglingizga iliqlik ulashish niyatida tashrif buyurgan san'atkorlarga navbatni beramiz. Eslatib o'taman azizlar, bugungi chiroyli daqiqalarni olib borishlik vazifasi menga topshirilgan ekan. Sizni xizmatingizda Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Kaminai Kamtarin Gulnigor Sapayeva bugungi shodiyonani so'zlar orqali sizga ta'riflab yetkazishga harakat qilaman. Qolaversa, bugungi unutilmas onlarni tarix zar varaqlariga muhrlayotgan Prime Cinema studiyasining ishchi xodimlari, professional yigitlari sizning xizmatingizda. Barchangizga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. So'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Ey go'zal, so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Uzatsam qo'lingga qo'limni, nechun kechding ahdingdan. Uzatsam qo'lingga qo'limni, nechun kechding ahdingdan. Yolg'iz sevsam o'zingni, judo qilding baxtimdan. Tanho sevsam o'zingni, judo qilding baxtimdan. Ey go'zal, so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Ey go'zal, so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon.
Azizlar, bugun xonadon sohibalari o'zlarini xursandchiliklariga sherik qilish niyatida siz u bizni mana shunday chiroyli koshona ostiga yig'gan ekan. Yana bir bor bugungi ayyom, bugungi to'ylar, bugungi yaxshi kun muborak bo'lsin deymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Bugun bayram baxtidan shirin, qadrdonlar bo'lsa jam shirin, yaxshi kunning so'zi ovozi, bilmasa hech bundan ham shirin. Aman o aman bo'lsa onamiz, qadamdan yashnasamiz tanamiz, dillarni shod etsa taronamiz, bu damlar shirindan shirin. Yaxshi kun, bugun biz uchun yaylang, o'ylang siz. Yaxshi kun, yig'i bor bu kun, do'stlar bilan dil butun. Quvonib yuzlashdik bular, diydor ham dillarga bayram. Yurakda shu tilaklar, allaga ulansin ulan. Yurakda shu tilaklar, allaga ulansin ulan. Yaxshi kun, bugun biz uchun yaylang, o'ylang siz. Yaxshi kun, yig'i bor bu kun, do'stlar bilan dil butun. Yaxshi kun, bugun biz uchun yaylang, o'ylang siz. Yaxshi kun, yig'i bor bu kun, do'stlar bilan dil butun. Yaxshi kun, bugun biz uchun yaylang, o'ylang siz. Yaxshi kun, yig'i bor bu kun, do'stlar bilan dil butun. Hurmatli aziz mehmonlar, diqqat e'tiboringizni davra markaziga qaratishingizni so'raymiz. Bugungi oqshomda o'zlarini ajoyib raqslari bilan Saltanat show balet qizlarini albatta davraga taklif etsak, chiroyli qo'shiqlar bilan ajoyib raqslarni sizlar uchun taqdim etamiz. Qarshi oling. O'ylasam shu dilbarim Makkorga o'xshaydi-ku.
dağlarga, yem bo'lmagan zog'larga soyalari bormish, bir g'aribga zormish. Yurib ketaylik dog'larga, qalbi butun sog'larga qarsanglari bormish, bir faqatga zormish. Mehr berib odamga, sig'madigi olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi dilga zormish. Mehr berib odamga, sig'madigi olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi dilga zormish. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yurib ketaylik daryoga, qo'lni siltab dunyoga, baliqlari bormish, bir tohirga zormish. Yurib ketaylik sahroga, joy topilar tanhoga, ohulari bormish, bir majnunga zormish. Mehr berib odamga, sig'madigi olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi dilga zormish. Mehr berib odamga, sig'madigi olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi dilga zormish. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Dunay qizim bir umrga baxtli bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarab aqtiqlari ko'p bo'lg'ay Xudoyim, qizlari, o'g'illari ko'p bo'lg'ay. Yaxshi kunda hammaning to'ylarida qatnashib yurmak nasib etgan. Men bu yoshlarga, jiyanim Ahvorga hamda Maqtunolarga sog'lik, salomatlik, baxt, saodat tilayman. Mana Farg'ona viloyatlaridan kelib, juda chiroyli to'ylar bo'lyapti. Ilohim yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsinlar. Rahmat e'tiborlari uchun. Ashu sizlarimizni baxt to'yi bilan tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin. Organiyatda Kubadan tabriklaymiz. Sog' bo'lsin. Xudoyim shu qiz barg'ayingizda baxtli bo'linglar. Bo'ladi, inasizlar, xizmatlari buyursinlar, muvaffaqiyat. Tabriklaymiz hamma. Qo'shqani bilan qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Zeynep kuyov muborak bo'lsin. Yosh baxtli bo'lsin. Ularga hikmat tilamak, baxt tilab qoladi. Chiroyli oila bo'lib, yetti farzandlarni yetaklab. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Barg'anda yoshlarimiz baxtli bo'lsin. O'zini ko'paysin. Mana bugun Xudoyimizning nevarasining Maftunaning to'yida o'tirgan akamiz Maftunaga baxt tilayman.
Maftuna kızım, adamlardan aldı bolma köz diyedi, artı bolma söz diyedi, ortası bolup jireber. Tashakkurlar izhor etamiz azizlar. Bugungi oqshomni mana shunday chiroyli musiqiy guldastalar ostida davom ettiramiz. Albatta, dasturxonimizga esa Quling o'rgilsin oshpazlarimiz tomonidan tayyorlangan palovxon to'rilar tortildi. Shunday ekan, yana bir bor barchaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Davr markaziga esa bugungi onlarni, chiroyli daqiqalarni biz bilan birgalikda davom ettirish uchun Maftunaxon qizimizni oq yuvib oqtaragan, bugun yorug' yuzlar ila el oldida juda ham chiroyli tarzda uzatayotgan Zaynab onajonimizni hamda Islom akalarni davraga chorlasak, sababi Shodiyonamizni eng mehrli, eng sehrli onlariga yetib keldik. Maftunaxon qizimiz shohsupalardan pastga tushib, albatta onajoningizni, akajoningizni qarshi olsangiz nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Marhamat, Zaynab onajonimiz, Islom akamiz kelamiz davraga. Rahmat. Onajonim, kayfiyatlari yaxshimi? Mana shu baxtli onlar kutilgan daqiqalar muborak bo'lsin deymiz. Mana azizlar, bundan bir necha yillar muqaddam Maftunaxon qizimiz dunyoga kelganlarida qizli bo'ldim. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. To'y qilaman, yurtga dasturxon yozaman. Elga hisobot beraman, qizimni yorug' yuzlar ila uzataman deya har doim farzandlar uchun duoga qo'l ochgan inson aslida mana shu onajonim hisoblanadi. Bugun azizlar, davramizda qizimizni otajonlari ko'rinmayapti. Otajonimiz musofirchilikda shu farzandlarni hech kimdan kam bo'lmasligi uchun tinim bilmay mehnat qilyapti. Lekin siz ishoning Maftunaxon, eng yaxshi niyatlar ularni yuragida siz uchun har doim jo'sh uradi. Bugun mana ota-onalariga qizimiz baxt ostonasiga qadam qo'yishlaridan oldin o'zlarini dil izhorlarini, yuragini tub-tubida yashirilgan ota-onasiga degan mehr va muhabbatini chiroyli noma orqali taqdim etish niyatida. Shunday ekan, bugun Islom akajonimiz ota o'rnida qizimizga ota bo'lib, mana shu dil izhorlarni qabul qiladilar. Muhabbatdan so'z ochsangiz, ota onadan boshlang. Chunki ota onasini yaxshi ko'rmagan yigitni, qizni muhabbati yolg'on bo'ladi deyshadi. Onajon, siz yozib bo'lmas muhabbatsiz. Mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi. Kamaymaydigan, to'xtamaydigan mehr sizning mehringiz. Yo'q, adashdim onajon. Poyoni yo'q ummonga o'xshaydi mehringiz. Odamlarning barchasi oddiy suv. Yolg'iz siz, qalbim rohati, zamzamimsiz onajon. Uzrimizdan oldin kechirib qo'ygan ota-ona emasmi? Tashvishimizdan g'amga botgan ham ota-ona emasmi? Baxtimiz ko'rib shodlangan ham aslida mana shu ota-onalarimiz emasmi? Farzandlaringizni hech bir malolsiz ko'tarib katta qildingiz, yuvib pokladingiz. Qiyosi yo'q tengsiz onajon, yerdagi farishtamsiz onajon. Biz to'y avvalida Maftunaxonga bitta savol bilan murojaat qildik. Bugun mana shu yerda qaddingizni tik ko'tarib turishda kim sababchi desak, bizga hech ham ikkilanmasdan otam, onam,
akam va yaqinlarim deya javob qildi. Shunday ekan, sizni guldiroz va davomli qarsaklaringiz sadosi ostida Maftunaxon qizimiz onajonisiga, akajonisiga o'zlarini chiroyli sovg'alarni taqdim etadilar. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'tirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'tirib yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Unga gar tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshini eksam, men bormanki mehr kutmas boshqadan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Marhamat, esdalik uchun rasmlarga tushib qo'yamiz. Rahmat, salomat bo'lasiz. Albatta, onajonimiz ham, otalarimiz ham, akalarimiz ham farzandlar baxtiga doim sog' va salomat bo'lsin deya niyat qilamiz. Ko'z tegmasin deymiz. Bugun mana shunday yaqinlar qatorida qizimiz onajonisiga, akasiga, albatta hozir yiroqda bo'lsa ham otajonisiga mana shunday ajoyib mehr va muhabbatga to'la chiroyli guldastalarni, sovg'a salomlarni, o'zlarini dil izhorlarini taqdim etdilar. Ko'z tegmasin deymiz. Onajon, inshaalloh qizimiz borgan yangi xonadonida o'zlarini xizmatlari bilan sizlarga rahmat olib kelsin. Niyat qilamiz, jannatlarda sizdek ota-onalarga toj kiydiradigandik yuqori martabalarga erishsin deya niyat qilamiz. Quvonch ko'z yoshlari muborak bo'lsin deymiz. Maftunaxonni shirin tortlar tomon yo'naltirib qo'ysak, hamda onajonimizga ham ruxsat beramiz. Kechamizni, bugungi shodiyonamizni shirin daqiqalar bilan birgalikda davom ettirish niyatidamiz. Yana bir bor bugungi baxtli ayyom bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Albatta, hayotingiz har doim shirin daqiqalarga boy bo'lsin deya niyat qilamiz. Qizimizga ruxsat beramiz. Albatta, o'tirishga emas, faqat davrani markaziga kelib turishlarini so'raymiz. Sababiki qizimiz uchun atalgan sovg'a salomlarimiz bisyorgina. Shunday ekan, biz davraga qizimizni jigargo'shalari, aka-ukalarini davraga chorlasak, hamda bugun eng baxtli onlarda eng yaqin insonlari ajoyib sovg'a salomlar bilan Maftunaxonni qutlab kelishgan. Qarshi olamiz. Aka-ukalarimizni davraga barchasini chorlaymiz azizlar. Marhamat. hech bir yoqam chang yo'q edi xonada ko'nglim taskin. Marhamat, guldastalarni Maftunaxon qizimizga topshirib qo'yishingiz mumkin. Negadir bizda qarsaklar eshitilmayapti. Keling shu baxtli onlarda qarsaklar sadosi ostida albatta jigar go'shalarimizni qo'llab-quvvatlab qo'ysak. Hamda nomus or bilan oppoq ko'ngil oqushginam
Yüzü nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar Rahmat, salomat bo'lasiz. Ana endi sizlar Maftunaxon qizimizni qo'llarini so'rab kelgan bugungi shodiyonamizni albatta asl shahzodasi kuyov to'ramiz davriga kirishga tayyor. Maftunaxon qizimiz akalariga shirin to'rt bo'lakchalarni taqdim etmoqda. Shu o'rinda onajonimiz ham davraga kelsalar, qizimizni qo'llaridan to'y shirinliklarini qabul qilsalar bo'ladi. Onajonim davraga kelamiz. Tortlarni onajonimizga ham taqdim etsak bo'ladi. Shu o'rinda mana akajonisi singlisiga juda ham ajoyib sovg'a salomlarni, oltin uzuklarni sovg'a tariqasida taqdim etmoqda. Shu o'rinda nazarimda qarsaylar bilan tabriklasak arziydi azizlar. Safari, keep your eyes on me. I know you know the only one who's watching me. When all the night stars glow. Esdalik uchun rasmlarga chiqib qo'yamiz. Oilaviy fotosessiya jarayoni sizni kutmoqda. I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on the dance floor. Baby, you better start this right. I'm losing it, I can't control, this must be love. Rahmat, salomat bo'lasiz. Ana endi esa to'ylar muborak sadolari ostida kuyov to'ramizni, kuyov navkarlarni davriga qarshi olamiz. Marhamat. Rahmat, salomat bo'lasiz. Kuyov to'ramizga, kuyov navkarlarimizga
xush kelibsiz deymiz. Qadaminglarga hasanotlar bo'lsin. Mashallah, yoshlar bir-birlariga o'ziga ko'z qo'ygandek munosib ekan albatta. Baxtingiz ham o'zingiz kabi go'zal bo'lsin deya niyat qilamiz. Ayni daqiqalarda esa bugungi oila vakillari tomonidan kuyov navkarlarimiz uchun atalgan ajoyib sovg'a salomlarimiz bor. Marhamat, kuyov navkarlarimizga topshirib qo'yishingiz mumkin. Ajoyib sovg'a salomlarni qabul aylagaysiz. Rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Marhamat, xonadon egalari, yangijonlar, xizmatda yurgan yigit-qizlar, kuyov navkarlarimizni, kuyov to'ramizni o'zlari uchun atalgan shohona dasturxon atrofiga taklif etsangiz bo'ladi. Biz esa bugungi shodiyonamizni badiiy qismini davom ettiramiz. Xizmatingizda Saltanat show balet qizlari ajoyib milliy qoraqalpoqcha raqslardan sizlar uchun taqdim etadi. Hurmatli kuyov to'ra, hurmatli kuyov navkarlarimiz, marhamat, o'tirib joylashib olishingizga ruxsat beramiz. Saltanat show balet qizlari sizlar uchun xirom aylaydi. Yar sana Rahmat, qizlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz azizlar. Bugungi shodiyonamizni chiroyli o'tishini faqat biz san'atkorlarga, balki siz aziz mehmonlarimizga ham bog'liq. Shunday ekan, keling bugungi shodiyonani ko'tarinki kayfiyatda, yuqori darajada o'tishiga barchamiz birdek hissa qo'shaylik. Buning uchun
Albatta men sizlarga sho'x qo'shiqlarni ijro etaman. Siz esa o'zingizni raqslaringiz bilan davra markazini to'ldirib, majoziy ma'noda xonadon egalarini chiroyli qilib raqslaringiz bilan tabriklashlik imkoniyatini qo'ldan boy bermang deymiz. Sizlar uchun sho'x qo'shiqlarimizni aytamiz. Barchangizni raqsga taklif etamiz. O'ynaylik azizlar. To'yday bo'lsin. Labidan pardoz edim yetayman, xumor ko'zligim, ko'zlari yuzlaridan yetayman, shirin so'zligim, yonaman, parvonaman, sani deb oboraman, yonaman, parvonaman, sani deb oboraman. Sevaman degan eding, kuyaman degan eding, yonaman degan eding, o'ylasam quvonaman. Hayotim degan eding, quvonchim degan eding, bag'rimga bosganimni o'ylasam quvonaman. Labidan pardoz edim yetayman, xumor ko'zligim, ko'zlari yuzlaridan yetayman, shirin so'zligim. Yodingga solaveraman, yoningga boraveraman, pastga qo'shib aylanib, boshingga qo'naveraman. Yodingga solaveraman, yoningga boraveraman, pastga qo'shib aylanib, boshingga qo'naveraman. Muhabbat çok deli canım, senin için kuyup şana veririm. Yüreğim çok yeri canım, aslına beraber birimin. Muhabbat çok deli canım, senin için kuyup şana veririm. Yüreğim çok yeri canım, aslına beraber birimin. Gözlerin nurdan karalan, ko'nglim seni qalagan, ko'rinmay qolsan jonimdan, seni izlab jonim sog'ingan. Gözlerin nurdan karalan, ko'nglim seni qalagan, ko'rinmay qolsan jonimdan, seni izlab jonim sog'ingan. Muhabbat çok deli canım, senin için kuyup şana veririm. Yüreğim çok yeri canım, aslına beraber birimin. Muhabbat çok deli canım, senin için kuyup şana veririm. Yüreğim çok yeri canım, aslına beraber birimin. Marhamat uchun xorazmcha qo'shiqlardan ijro etamiz. Yuragida o'ti borlarni raqsga taklif etamiz. O'ynaylik azizlar, to'yday bo'lsin. Aha! Qiynama meni canım, aman o'lingcha sizni derman, ixtiyoringizda o'lingcha sizni derman. Hayvonidor kechasida mana bir yar chiqadi, hayvonidor kechasida mana bir yar chiqadi. Hamma yar chiqsa bizlar ham yar chiqadi, hamma yar chiqsa bizlar ham yar chiqadi. Aynaning yar, aynaning sizdan o'zim aynaning, aynaning yar.
Şu qo'shiqlarim sizlar uchun davom etadi. İşte aylanıp çıktım bağyana, bir vıcık geldi merdana. Aylanıp çıktım bağyanaya, bir vıcık geldi merdana. Kışkımda bulup divana, kışkımda bulup divana. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ahay ahay. İşte. Gelip bu mastana, sığınırlar cümleyi cahana. Gelip bu mastana, sığınırlar cümleyi cahana. Kuyunda tapma bahana, kuyunda tapma bahana. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Kalktı boyuma can kurban, dün gelişken yanıp durgan. Kalktı boyuma can kurban, dün gelişken yanıp durgan. Müzik yürekten urgan, müzik yürekten urgan. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ahay ahay ahay. Ekştek ekştek. İstediğin nedir havar ver, ben sana şeydaşım kardeş. İstediğin nedir havar ver, ben sana şeydaşım kardeş. Payıma diz çöker kardeş, payıma diz çöker kardeş. Ben seni alamam dedi, varmasan ölemem dedi. 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 Ahay ahay ahay. İşte. Bana. İne kamat ine boy, ine bezim ine toy. İne kamat ine boy, ine bezim ine toy. Göz aldım da mucize, göz aldım da mucize. Ne bala bu, ne bala bu, ne diyen bu kuşroy. Alalay lalay, ratalalalay lalay. Alalay lalay, ratalalalay lalay. Erveçimeni dayım, kızlarım beni kayım. Erveçimeni dayım, kızlarım beni kayım. Bir kızını vermese, bir kızını vermese. Arva bozka ilayım, şiş versin dey Xudayım. Alalay lalay, ratalalalay lalay. Alalay lalay, ratalalalay lalay. Kara cücüne canım, sizi süzüne canım. Kara cücüne canım, sizi süzüne canım. Yürekim oynaklıydı, yürekim oynaklıydı. Şunu görgen zamanım, kızı görgen zamanım. Alalay
Aha aha kiştek Vaha 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 hey Samavarda kaynataman çayını Nazvay bilen siri yapken çayını Samavarda kaynataman çayını Nazvay bilen siri yapken çayını Çizgen çizgimden bir adım çıksa Çakıraman ey şu kara dayını Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beri Kara göz gel beri Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beri Kara göz gel beri Samanöt mü ollusunu mingeysen Düğmeleri altın göstün giygeysen Samanöt mü sarasını mingeysen Sadavları tille göstün giygeysen Maksatları beni öldürmek yakmak Üzümde başkadan kaz görmegeysen Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beriye Kara göz gel beri Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beriye Kara göz gel beriye Sır kadamına Yolla diken girmegey Sır kadamına Yolla diken girmegey Gözü kattı bendelerini sağ gözü değmegey Bana bergen vədələrini başqalara vermegey Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beri dat Kara göz gel beri Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beri dat Kara göz gel beri Kay çamanlı ambari Kaysı mekan serveri Firuza yakıt mı sanay Kaysı kamı gevheri Sana bende buluttur Hüsn alamında beri Özün saldın kalbıma Gitme gözümden neri Kimni sever yarsan Söyle bana ey peri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Könlüm buldu bir karar Seni görüp ey melek Aslını beyan eyle Gitme yolunda helek Kaydın geldin yanıma Bir gün özünden derek Ben de eyledin nazına Kıynımdan çıktı yürek Kimni sever yarsan Söyle bana ey peri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Huşkırat eyledin ey teşne kılıp kanıma Ya istem körgüzü bey azap verip canıma Yağmur verdik saniyet Remeyle ahvalıma Raftarı tavusmaydı kadam basıp yanıma Kimni
sever yarsan Sılla bana eyteri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Belentanlar başında Afak afak kareken Yüzündeki kıpkızılay alma kebin areken İki kayaba heybet Kakillerin mareken Köksündeki düğmeli cüft koşan areken Kimni sever yarsan Söyle bana ey peri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak bak var mening Aqtauda, Aqtauda, Aqtauda Arziydi do'stim maqtauga, maqtauga Do'stim var mening Aqtauda, Aqtauda, Aqtauda Arziydi do'stim maqtauga, maqtauga Rahmat azizlar, raqsga tushgan barchaga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarning ham xonadoningizda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin deya niyat qilamiz. O'tirib joylashib olamiz azizlar. Yana bir bor sizlar uchun Saltanat shou balet qizlari ajoyib raqslardan taqdim etadi. Qarshi oling.
kiresi bu kızman Kızışman birden birden Sel kiresi bu kızman Kızışman birden birden Lezgili lezgidi boynan Lezgili lezgidi boynan Karsırın herden herden Her kime birden birden Aha 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 Vaka 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 Aha 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 kiştek Vaka 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 hey. Staman bu bir cadu Leyla'na birden emes mi? Staman bu bir cadu Leyla'na birden emes mi? Leykirdek iştek emes bu Leykirdek iştek emes bu Karsırın herden herden Her kime birden birden Aha 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 Vaka 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 Aha 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 iştek Vaka 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 hey. Waka 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 Aha 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 işte Waka 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 Aha 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 Waka 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 Aha 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 işte Waka 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 Aha 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 Waka 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 Aha 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 Hurmatli aziz mehmonlar, shu o'rinda barchangizni fotosessiya jarayoniga taklif etish niyatidaman. Sababiki bir necha daqiqalardan keyin Maftunaxon qizimizni yor-yor sadolari ostida baxt manziliga uzatamiz. Shunday ekan, shu fursatdan foydalanib, barchangiz Maftunaxon qizimiz bilan qolaversa, yoshlarimiz bilan birgalikda esdalikka rasmlarga tushib qo'ysangiz bo'ladi azizlar.
Hurmatli kelin-kuyovlar, hurmatli aziz mehmonlar, bugungi shodiyonamizni kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Maftunaxon qizimiz uchun atalgan yor-yorlar bilan yoshlarimizni baxt manziliga kuzatamiz. Hay hay ulan can ulana ulanç kız yar yaraha ulanç kız vadasida turra olgana hay vafoli kız yar yara iboli kız yar yaraha hayali kız. Tağda taşak kişneydi ya at buldum deyip yar yaraha at buldum deyip uyda kilina yığılaydı ya at buldum deyip yar yara yat buldum deyip yar yaraha buldum deyip rahmat, salomat bo'lasiz. Mana azizlar, Maftunaxon qizimiz uchun atalgan yor-yorlarni ham ijro etdik. Osmonda oy to'lin bo'ldi yor-yor, qiz bolamiz kelin bo'ldi yor-yor. Borgan joyi taxtli bo'lsin yor-yor. Kelin kuyov baxtli bo'lsin yor-yor deya niyat qilamiz. Shu o'rinda azizlar, kuyov to'ramiz uchun atalgan ajoyib sarpolarni taqdim etsangiz bo'ladi. Marhamat. Rahmat, salomat bo'lasiz. Mana shu kuyovlik sarpolari, kelinlik maqomi muborak bo'lsin. Xudo xolasa o'zingiz orzu niyat qilgandek chiroyli bir baxtga erishing deya biz sizlarga bugun baxt tilashdan, ajoyib tilaklarni izhor etishdan hech qachon charchamaymiz. Albatta azizlar, shu o'rinda bugun Islom akajonimizdan hamda Zaynab onajonimizdan yoshlarimizga degan duo fotihalarni olsak, ana undan so'ng yoshlarimizni baxt manziliga kuzatamiz. Marhamat, onajon, akajon kelamiz davraga. Olmasam gar ko'nglim to'lmas onajonim duosini. Olmasam gar yo'lim bo'lmas onajonim duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehrin asrab saqlagayman. Axir qanday oqlagayman?
onajonim duosini. Umrim bo'yi g'amin yerman, so'zin durga alishtirmam. Siymo zardan ortiq derman, onajonim, akajonim duosini deya azizlar. Kechagina qo'g'irchoq o'ynab bergan qiz bugun bo'y cho'zib, endi bir xizmatga yaraydigan bir paytda yuraklarning bir parchasini fayzli xonadonga, kuyovto'ramizga ishonib topshirayotgan qizimizning volidai muhtaramalari hamda akajonisidan farzandlariga degan, yoshlarimizga degan ajoyib tilaklarni, duo fotihalarni eshitamiz. Hurmatli davra qatnashchilari, mana shu bugun o'g'lim Oxirjon bilan qizim Maftunaxonlarning baxt to'ylariga o'tirgan ekanmiz. Men bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Qo'shgan bilan qo'sha qarib, xizmatlari ota-onasiga qolaversa el yurtga beraversin deyman. Hamma vaqt birgalikda sudlaversin deyman. Singlim bilan kuyovimiz baxtli bo'lsin. Hurmat etib kelganlarga hammasine rahmat. Baxtli bo'lsin. Ilohi amin. Aslida onajonimizni, akajonimizni qalblarida yaxshi niyatlari bisyorgina. Bu quvonch ko'z yoshlarida mujassam. Men onajonimga, akajonimga esa bitta savol bilan murojaat qilsam. Mana onajon, yillar davomida Maftunaxon qizimizni o'stirdingiz. Uni hech kimdan kam qilmadingiz. Akajonimiz ham bugun ota o'rnida ota bo'lib, chiroyli vazifalarni ado etmoqda. Qizimizga chiroyli tarbiya berdingiz. Bugun yorug' yuzlar ila uzatmoqdasiz. Qizimiz bugun baxt ostonasiga qadam qo'yishlaridan oldin, onajon, qizimizga bergan tarbiyangizga, bergan oq sutingizga rozimisiz? Roziman. Albatta azizlar, barchangizning guvohligingiz ostida oila vakillaridan, onajonimizdan qizimizga degan roziliklarni, duo fotihalarni olib bitdik. Qizimizga aytarimiz bugundan boshlab yoriz, turmush o'rtog'ingizning roziligiga erishishlik qolaversa, mana shu yerdagi barchamizga Alloh roziligiga erishishlik nasib ro'z aylasin deymiz. Kuyovto'ramizga aytarimiz esa, biz qizimizni sizga ishonib topshirmoqdamiz. Ayol erkak kishi berilgan Allohning omonati. Bu omonat oldida siz javobgar bo'lasiz. Shunday ekan, qizimizni baxtli qilasiz degan umiddamiz. Hurmatli qavm qarindoshlar, ota-onalar, biz yoshlarimizni chiroyli qo'shiqlar sadosi ostida baxt manziliga uzatamiz onajonimizga. Akamizga esa albatta qizimizni peshonalaridan o'pib, xayrlashib qo'yishga ruxsat beramiz. Bugün seni uzatırız, uzatırız. Yığlama kız, yığlama kız, yığlama kız. O'zga o'yga kuzatamiz, kuzatamiz. Yığlama kız, yığlama kız, yığlama kız, yığlama kız.
Shuning bilan shirin bo'lar bugun sen uzatamiz yig'lama qiz yig'lama qiz yig'lama qiz o'zga kuzatamiz yig'lama qiz yig'lama qiz yig'lama qiz yig'lama qiz. Albatta yoshlarimizga yangi oilalar tomon qadam bosishda Allohimdan kuch-quvvat, sabr-u qanoat, baxt-u saodat tilaymiz. Mana shu yerga yaxshi niyatda tashrif buyurgan har bir insonning xonadonida mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin deymiz. Har bir narsaning ibtidosi bo'lgan ekan, bu intihosi ham mavjud. Shuning bilan bugungi shodigonamiz o'z nihoyasiga yetdi. Tashrif buyurgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yurtimizda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Ana o'sha to'ylarda siz bizga diydor g'animat uchrashlik nasib roz aylasin deymiz. Xizmatimizga rozi bo'lasiz degan umiddamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mevcurup tavlanıp deryadin akıp Havuzdan silkinip gözlerini yakıp Mevcurup tavlanıp deryadin akıp Her lahze bana bir hoşray bakıp Her lahze bana bir hoşray bakıp Erkelep nazlanıp oyna Erkelep nazlanıp oyna Tur ey tur güzelim tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma Tur endi tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma Gülgünçe yağlık açılıpsa açılıp Oturmağın maharetin yaşırıp Gülgünçe yağlık açılıpsa açılıp Oturmağın maharetin yaşırıp Göryenleri keyfiyetin aşırıp Göryenleri keyfiyetin aşırıp Erkelep nazlanıp oyna Tavlanıp sallanıp oyna Tur ey tur güzelim tur oyna Bana yakkan